Davlatimiz rahbarining 2026-yilgi murojaatnomasida belgilangan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda xalqimizning tinch va osuda hayotini ta'minlash, yurtimizda jinoyatchilik va giyohvandlikka qarshi murosasiz kurashni yangi bosqichga olib chiqish davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Ayniqsa uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, noqonuniy qurol aylanmasiga chek qo'yish maqsadida Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati organlari tomonidan o'tkazilayotgan tezkor va manzilli tadbirlar natijasida jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi jangovar qurol va o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda ruxsatsiz uyda saqlab kelish holatlari aniqlandi. Jumladan, Kitob tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanda yashovchi 1998-yilda tug'ilgan Sharipov Malik bir dona ov quroli va 11 dona o'q-dorilarni uyida noqonuniy saqlab kelayotganligi fosh bo'ldi. Shuningdek, Nishon tumanida olib borilgan tezkor tadbirda ham 1991-yilda tug'ilgan shu tumanda yashovchi Ravshanov Umidning yashash uyi va yordamchi xo'jaliklari ko'zdan kechirilganda uyining yerto'lasida bir dona ov quroli saqlab kelinayotganligi aniqlandi. Xuddi shunday yana bir holat Shahrisabz tumanida ham qayd etildi. O'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida tumanning olis qishlog'ida istiqomat qilib kelayotgan Amon Murodovning yashash uyi cherdagida bir dona ov quroli saqlab kelinayotganligi ma'lum bo'ldi. Har uchala holatda ham fuqarolarning ov qurollari va daliliy ashyolar protsessual tartibda hujjatlashtirib olindi va ekspertiza kriminalistika markaziga yuborildi. Hozirda fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tezkor qidiruv tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda.